Samarqand viloyati Jomboy tumanida achinarli yo'l transport hodisasi yuz berdi. Tarqalgan videolarga ko'ra, qora rangli Gentra yuqori tezlikda harakatlanib, boshqaruvni yo'qotgani hamda yo'l chetida to'xtab turgan oq rangli boshqa bir Gentrani urib ketgani ko'rinadi. Ikkinchi mashina haydovchisi bo'lsa, bu vaqtda mashinasidan tashqarida turgan va omon qolgan. Qora Gentra oq Gentrani surib borayotganida yo'l chetida o'ynab turgan yosh qizcha ham g'ildirak ostida qolishiga bir bahya qolgan. Xayriyatki, qizcha qochib darvozadan ichkariga kirishga ulgurgan. Kuzatuv kameralariga qaraganda bu voqea 21-aprel kuni ro'y bergani ko'rinadi. Ushbu holat yuzasidan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi o'rganish ishlariga ko'ra, voqea Jomboy tumani Samarqand mahallasi hududida sodir bo'lgan. Yo'l transport hodisasi sodir etgan Gentra haydovchisi mast holda rulga o'tirganini va soatiga 90 km tezlikda harakatlangani ma'lum qilingan. Hodisa natijasida 2 nafar haydovchi ham shifoxonaga yotqizilgan. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati holat yuzasidan to'plangan hujjatlar jinoiy ishlar bo'yicha Jomboy tuman sudiga yuborilishini ma'lum qilib, bunday harakat sodir etgan haydovchilar haydovchilik guvohnomasidan mahrum etilishi mumkinligidan ogohlantirgan.